Today's practice lesson is the cultivation and care of roadside vegetation. Nima degan edi? Bu demak o'sha yo'lni ikki chekkasida bo'ladigan, ya'ni o'sha yashil zonani nima qilish, ekish va uni parvarishlash degan mavzuda gaplashamiz. Ya'ni bu ko'proq o'sha yo'limizga bog'liq. And here, why roadside vegetation matters? Ya'ni nimaga o'sha yo'lni ikki chekkasidagi yashil zona bizga kerak bo'ladi? What do you think? Why do we need it? Nima kerak bo'ladi? Yashil zona. Buni oldindan bilardik. Ikki xil maqsadda foydalanamiz deb aytdik. Qanaqa edi? Birinchisi bu dekorativ maqsadlarda, ikkinchisi demak nima? Xavfsizlik. Nuqtai nazardan demak ikkita maqsadda biz foydalanamiz. Nimadan? Nimaga xavfsizlik? Qanaqa ma'noda? Avtomobillarni chiqargan zahar gazdan Bu ham to'g'ri. Xo'p, to'g'ri. Bundan tashqari ikkinchisiga o'taylik, boyagi dekorativ maqsadda. Dekorativ bo'lganda ham u insonlarni misol uchun charchatmaydigan bo'lishi kerak. Bir xilda bo'lmasligi kerak. Degan shartlari bor. Uni yana ham hozir ko'rib o'tamiz. Well, bundan tashqari sabablar aniq ko'rsatilgan. The landscape visible from the road becomes dominant, disrupting the uniformity of the forest landscape. Such as work in the project must be justified. In this regard, it's necessary to take into account a certain role in engineering psychology. And here we can see what plants are permitted and how must they be cultivated. Именно biz qaysi turdagi o'simliklardan foydalanishimiz kerak, qaysi turdagi mutazalardan, daraxtlardan. Nima deb o'ylaysizlar? Hop, bu ham demak bu yerda keltirilgan. Understanding the applicable standards helps road authorities, landscape architects, and contractors ensure complete, sustainable roadside greenery across Uzbekistan's diverse climate zones. Ya'ni bu albatta O'zbekistonda demak hududlariga qarab turib biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Hozir aytganimizdek, misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida yoki Xorazmda foydalaniladigan daraxtlar yoki o'simliklar Farg'ona vodiysidagi yo'llarda foydalanishga nima? Yaroqsiz yoki ya'ni ikkalasini ikki xil klimat bo'lganligi uchun biz ularda foydalanadigan o'simliklar taqdim qiladi. Buni biz bilamiz. Here you can see where we have to plant the trees or not. Ya'ni qayerga biz daraxtlarni ekishimiz kerak, qayerda ekmaslik kerak. Buni ham demak nimalari bor. Misol uchun mana bu yerda agar qanaqadir bir lake yoki ko'l bo'ladigan bo'lsa, siz uni oldini daraxtlarni nima qilish kerak? Ekmaslik kerak, shu yerda harakatlanib kelayotgan transport vositalari uni ko'rish kerak. Balki to'xtab dam olib ketadi bu yerda. Ya'ni ularni to'sib qo'ymaslik kerak biz ekayotgan daraxtlarimiz. Yoki qanaqadir shoxobchalar bo'ladigan bo'lsa ham nima bo'lishi kerak? Uni oldiga hech qanaqa daraxtlar, o'simliklar ekilmasligi kerak bo'ladi. Bu birinchi shartlar. At a calculated speed of 100 kilometers per hour, the calculated length of the brick must be 100 meters. Ya'ni siz agar mana bu yo'lingiz 100 km/soat tezlikda harakatlanishga ruxsat etiladigan bo'lsa, nima deyapti mana? Xuddi shu rasmdagidek 100 metr oralig'ida mana bu daraxtlar ekilmasligi kerak oldida. Misol uchun tasavvur qilinglar, o'sha 100 km tezlikda keladigan yo'lda qanaqadir yoqilib quyish shoxobchasi bo'ladigan bo'lsa, uni oldiga 100 metr masofaga hech qanaqa daraxtlar, o'simliklar ekilmasligi kerak bo'lar ekan. Bundan tashqari demak boshqa ham nimalar keltirilgan. We see that this distance is taken as 120 and 150 meters deyilgan. Bu yerda bo'lsa demak o'sha 120-150 metr masofada olingan. Bundan tashqari. This one. The directional trees. Bu qanaqa? Bu yo'naltiruvchi daraxtlar deb aytiladi, bunday tarjima qilinadi. Bu qanaqa? Misol uchun mana siz qattiq tezlikda harakatlanib kelayotgan paytingizda bilmasligingiz mumkin. Yo'lda bo'rtlayotganligini yoki qanaqadir o'sha ogohlantiruvchi yo'l belgilariga e'tibor bermagan paytingizda ham o'sha daraxtlar nima qilish kerak? Joylashishi orqali sizga ko'rsatish kerak. Ya'ni o'sha yo'lda qayerda ish borligini bilib olishingiz kerak bo'ladi o'sha daraxtlarni. The directional trees indicate a change in the direction of travel and indicate the degree of curvature of the turn to the driver from a distance. Ya'ni masofadan siz o'sha yo'lda qayerda o'tganligini bilishingiz mumkin.
yo'naltiruvchi daraxtlar bor ekanligi sababli. Ya'ni o'sha daraxtlar ham ko'rdingizmi? Qanaqa joylarga ekilishi kerak o'zi? Asosiy bo'lishi kerak bo'lgan joylar. They must be only located parallel to the transition axis and located off the ground. Their length depends on the radius of the turn, and their row must cover the entire width of the traffic lane when viewed from the point of approach to the curb. Yani yo'lga parallel ravishda ekilishi kerak deyapti. Va u nimaga bog'liq ekan? O'sha daraxtlarning uzunligi radiusga bog'liq tarzda joylashishi kerak bo'lar ekan. On the other hand, here you can see another way of planting the trees. Well, the purpose of a landscaping or distinctive crops is not to draw the driver's attention to important parts of the road and potentially hazardous sections, or conversely to draw the driver's attention to the architectural organization of important or traffic or safety roads. Yani, misol uchun, buni oldin bir qaysi mavzuda Google'da kelishmasam, harakatlanib kelayotganingizda siz yana bir marta e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsangiz yo'l belgilarini, shu daraxtlarni o'zi sizga ko'rsatadi. Misol uchun, mana bu yo'lda katta tezlikda kelasizda, oldingizda daraxt turganda ham gap bo'ladi. Ya'ni bu degani siz o'sha sezasiz, yo'lda qanaqadir bir qayrilish bor yoki kesishma bor degani o'shandan bilib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun mana qarama-qarshi tomonlarga demak daraxtlar ekilayotgan odatda. And accentuating crops from a gate in the convex areas of the longitudinal section. Buni tashqari, in this picture, siz mana bu yerda o'ng tomonga qarab qayrilishingiz mumkin, to'g'rimi? Yo'lda. Va asosiy yo'lga qo'shib ketadigan qismi bor. Bu yerda yana daraxtlar qarama-qarshi tomoningizga mana ekilgan bo'ladi. Shunda siz bilishingiz kerak, o'sha yo'l tugayapti, men asosiy yo'lga qo'shilishim kerak degan narsani bilib olsangiz bo'ladi. Right? Functions of roadside vegetation by standard. Deydi, o'sha standartlar kelib chiqib, asosiy o'sha roadside vegetation degani o'sha yo'l tomonida joylashgan yashil zonani asosiy maqsadlari yoki funksiyasi. Snow and wind protection, the first one. Nima? Qor va shamoldan himoya qilish deyilgan. Trees belts act as windbreaks along open highways, reducing snowdrift and wind erosion of road surfaces per Shanghai norms for transport corridor landscaping. Yani, sonuçta şu zonalarda asosan biz daraxtlarni ekyapmiz. Nimaga? Shamol ta'sirida shu qumlar yo'lda yopishmasligi kerak bo'ladi. Bundan tashqari qorda yana. Yani birinchi maqsadi qor va shamoldan himoya qilish yo'llarida. The second one, gas and dust filtration. Buni dust deganimiz o'sha qum, gaz bo'lsa, biz biladigan gazni o'shani filtratsiya qilish, ya'ni yaxshilab turish. To'g'rimi? Boya aytganingizdek. Toza havo chiqarsa, demak uni filtratsiya qilib turadi. Gas resistant species such as Virginia juniper and tuza are prioritized for absorption of exhaust gases and dust particulates from vehicle traffic per gust 8.1. Yani bu daraxtlarni nomlari ketgan, o'sha o'simlik turlari. Ya'ni o'ziga o'sha gazni nima qiladi, qabul qilib, ya'ni kislorod ishlab chiqaradigan asosiy demak o'sha turlarga keltirilgan. Undan tashqari traffic safety. Demak harakatlanish xavfsizligi deb tasavvurlashingizdan bo'ladi. Vegetation must not obstruct driver's sight lines. Standards specify maximum height at junctions and clearance zones with low shrubs preferred within 50 meters of intersections. Yani bu boya ko'rganlarimiz borda. Bular hammasidan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan qilingan. Daraxtlarni bekorga joylashtirilmaganda degan. Bu shunday bunday ham. Ya'ni bu asosiy maqsadlardan biri ekan, vazifasi. In conclusion, roadside vegetation have three types of functions. The first one is snow wind protection, gas dust filtration, and traffic safety. Maintenance and care requirements. Demek saqlash ishlari va uni parvarishlash qanaqa, nima qilinadi? Bundan tashqari bizda tashkilotlar o'sha
Dersimler bulardan boshqa tashkilotlar yo'lga qo'yildi. Doimiy ravishda buni maintenance, ekspluatatsiya jarayoniga e'tibor beradi va qarab turadi. O'tgan safar ko'rganimizdek, shu ko'prikni saqlash ishlari bilan shug'ullanadi. Mutaxassis bilan ko'rishdik o'tgan safar. Ya'ni har bitta o'sha отделda yo'lni saqlash ishlari bilan yoki endi ko'prik tashkil qilganda ko'prik saqlash ishlari bilan shug'ullanadigan ishlar bor. Xuddi shunday, demak bu o'simliklarga qaraydigan ishlari xodimlar bo'ladi har bir tashkilotda. Bu nimalarni qiladi? Watering and irrigation, fertilization and soil care, pruning and shaping, monitoring and replacement. Birinchisi demak sug'orish ishlarini amalga oshiradi. Fertilization and soil care degan uni tuprog'iga qarab turadi. Ya'ni buni misol uchun fertilization degan shu o'g'itlar bilan berib, yana yaxshilab turishni, ya'ni tuproqni qarashlar amalga oshiradi. Pruning and shaping. Agar qanaqadir bir noto'g'ri o'sib ketayotgan bo'lsa, uni qirqib, kesib, chiroyli shaklga keltirib qo'yish mumkin. And monitoring and replacement, uni nazorat qilish va kerak bo'lsa, agar nimalarni almashtirish o'simliklardan o'smay qolganlar bo'lsa agar. The Republican Root Fund under the Cabinet of Ministers of Uzbekistan mandates a unified state policy for modern approaches to repair, improvement and landscaping of roads, including widespread use of international standards and advanced technologies. Demek bu bo'yicha ham o'sha imanlar shu yo'l chetida joylashgan yashil o'simliklarni nima qilish bo'yicha ham demak ministrlar kabinetidan demak o'zini maxsus qarori qabul qilingan bu bo'yicha bo'lishingiz mumkin. Climate and soil requirements. Ya'ni boyagi demak aytganimizdek bu yerda ko'rishingiz mumkin Fergana Valley, Tashkent region, Surxondaryo, Xorazm and Aral Sea zone. Deyilgan. Average relative humidity. Humidity degan nimani desa bo'ladi? Namlik ko'rsatkichlari. Namlik. Ko'rib turganingizdek, mana Orol hududiga yaqin hududlarda demak namlik juda ham past. Sababi biz qurg'oq iqlim sharoitida yashayapmiz. Mana Xorazm ham shunaqa. O'sha Surxondaryo, narigi tomonda Farg'ona taraflarda juda ham nima? Namlik darajasi yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bunga qarab turib, ya'ni o'shandan kelib chiqib biz o'simliklarni tanlaymiz. Approved plant species for roadside. Ya'ni yo'lda chetida foydalaniladigan o'simliklarning nimalari? Turlar, species. Trees, conifers and evergreens, shrubs and ground cover. Demek turlar. Bu endi chet ellarda ishlatiladigan daraxtlar turlari, undan tashqari boyagi o'sha butazorlar va demak yerdagi o'sadigan maysalar sifatida ko'rsatilgan mumkin bo'ladi. Demek daraxtlar turlari: white mulberry, white willow, linden, plane tree, false chestnuts, oak kabi daraxtlar. Bu endi chet elda qilinadigan, foydalaniladigan daraxt turlari. Undan tashqari Virginia juniper, Oriental thuja, common pine, Crinan pine degan turlari ham bor. Undan tashqari tree of Heaven, birch, drought tolerant ornamental shrubs degan turlari ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin.